Hozir mana bolalar milliy tibbiyot markazida biz gemat-onkologiya bo'limida shu 5 yil davomida juda katta ishlarni qildik. Birinchi o'rinda o'sha zamonaviy ximioterapiyasini o'tkazishdi. Undan keyin yuqori dozali kimyoviy davo o'tkazishni yo'lga qo'ydik. Oxirgi 2 yil ichida O'zbekistonimizda bolalarda birinchi marta suyak iligi transplantatsiyasini bajardik. Hozirgacha biz 22 ta bemorga suyak iligi transplantatsiyasini bajarganmiz. Shundan 18 tasi avtologik, 4 tasi allogin transplantatsiya. Barcha operatsiya muolajalari muvaffaqiyatli bajarilgan. Xudo xolasa bu yil undan ham ko'p yangiliklar qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa o'zimiz kelajakda juda ham katta rejalarimiz bor. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Turkiyadan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Hindiston kabi ko'plab davlatlardan kelgan soha mutaxassislari bugun O'zbekiston tibbiyoti erishayotgan yutuqlarga e'tibor qaratishyapti va oldinda turgan marralar bundan-da katta olinyapti. Oldindagi rejalar bundan-da katta. Rivojlangan davlatlarning tajribasi o'rganilyapti bugun O'zbekistonda ham. Yuqori texnologik amaliyotlarni bundan-da kuchaytirish, kungacha 20 mingdan ziyod 5 yil ichida